Tarixda ko'p ulug'larimizni hayotini ko'rsak, ular ota-onani o'zlariga ulamo bo'lsalar-da, ularning amrini o'zlariga vojib deb bilishgan. Avni ibn Abdulloh aytadilar: farzand olim, qori, 30 pora Qur'oni bor, ilmi bor, otani ilmi yo'q, oddiy namozxon. Jamoa bilan birgalikda otaga ham imom bo'laversin. Lekin ota bilan yolg'iz qolganda odob yuzasidan otani oldiga chiqmasin debdilar. Orqada tursin, ota imomlikka chiqsin. Ota imom bo'lsin debdilar. Shunda adabga to'g'ri keladi debdilar. Qarang, qancha olim, qori, lekin otani oldida otaga itoat etsin deyilyapti. Bugun 4 ta hadisni bilib olib, otasini yuziga tik qaraydiganlar bugun paydo bo'lyapti. Ulug'larimizning ta'rifi shu. Olim bo'lsa-da, qori bo'lsa-da, ilm egasi bo'lsa-da, odob yuzasidan otani oldiga chiqmasin. Ota orqada tursin deb ta'rif beryaptilar. Bugun men shunga da'vat etaman.